etdim doğrusu dedi. Har xil inson borda. E'tibor bersangiz hammasiga bu asab tugaydi lekin. Yo'q. Просто o'sha mana shantaj qiladi. Kutingga qo'yaman dalba yo'q, zritelda o'tirgan bo'lsang, ishon. Aqling yetmaydi men bilan tashlashga. Asab saqlang, nima bo'lsa ham dedi-yu. Tushuning. Assalomu alaykum jon aka. Valaykum assalom. Singlim qalaysiz? Yaxshi, o'zingizchi. So'kinganimda hozir boshidan oxirigacha tushotdamidingiz? Yo'q, men hozir kirdim. Uspet qilmadim, nima bo'ldi o'zi? Nima dedingiz? Rangi nimadir dedingiz-ku? Shu joyini eshitdim. Nima dedingiz? Qo'ysangizchi. Ya oxiridagi rangi nima dedingiz? Shu gap yoqdi lekin bor-ku, yaxshi gap. Yo'q, aling. Bo'ldi, o'tib ketdi. Bir marta keladi asabiylashganda. Har doim kelmaydi. Nima bo'ldi? Ilhom kelganda kelamiz. Qaysi Ilhom? O'zi uxlamaganman mabotda. Kechasi bilan uxlamay efir ochdim masalan deb, battle o'ynadim, boshqa qildim. Hozir bansiyaga ketyapman, bolam bansiyaga olib borishim kerak. Mabotda zerikkandan efir ochamanmi, lalak gaplashishga odamim yo'q meni uyda, bolam bor, onam bor. Pustoslovnilik qilib o'tishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne oğlum? Nima gap? 2-3. Da, короче, shunaqa gaplar. To'g'rimi? Vergul aka? Nima qilaman ularning gapini? Tanishimmidi, o'rtog'immidi? To'g'ri meni. Undan ko'ra pul tashab ber. Короче, xullas. Nima bo'ldi? O'g'lim kirib qoldi oldimga. Ha. Xullas eshik ochib o'tiruvdingiz, nima bo'ldi? Urovingga qarab muomala qilasanmi? Qarab tur deb men shantaj qilyapti. Va jon akamga aytib beraman Ya shunaqa, endi o'rvinga qarab muomala qilinadi, iloji yo'q. Da, bu shunaqa. Bor narsa to'g'ri qilibdi, lekin o'sha o'rvinga qaramasa bo'lmaydi debdi. Конечно. O'zini urovingni bilsin. Botlarni efirda o'tirsin tepada. Xo'p. Onlaynchilarda kirib o'tirsin o'zini o'sha o'rvinga. Bo'tda nima bor unga? O'sha men shantaj Qimmat efir bo'lsa bu. Shuni ayting. Men nima o'yladim? Qimmat efir bo'lib turgan. Qarang, qimmat efir. Sirkimi bu kirib o'zidan o'zi tomosha qilib o'tiradi. Qimmat efirligini hozir men aytib beraman, qarang. O'zim ofitsiallik berishingiz shart emas, siz borlik bo'yicha joy qimmat. Sen kulyapsizmi ustimdan? Tura qoling. To'g'ri, singlim, to'g'ri gapiryapman, singlim. Singiljon. Boring. Sen kulasiz to'ba qildim. Savol paydo bo'lib qoldi hozir. Yo'q, bermang o'sha savolingizni, bildim. Hali uxlaganim yo'q. Hali uxlaganim yo'q. Men prosta hozir Assalomu alaykum. hayolimga kelib qoldi. Savol anaqa emas-ku, prosta oddiy savol. Men hozir tushimda ko'ryapman, adashmasam, ha? Boring. Kulmang. Da, hozir ko'ramiz. Jon aka? O'g'lim-ba. День рождениеңga nima olib berasiz? Hozir men bu nimalarni tabriklamaganlarni jertva qilyapman.
turganimdan keyin yozasizmi? Nima qilgandan keyin? Uxlab turganimdan keyin yozasizmi? Hmm. Shunaqa siz haliyam uxlayapsiz походу. Da, haliyam necha kun bo'lyapti uxlayotganimga? Yo'q, mashinaga qizib ketyapman. Esimda yo'q lekin. Da, bir 3 kun bo'ldi shekilli uxlayotganimga. Shunaqa. Necha kun uxlaysiz hali? Yo'q, hali hozir bansiyaga borib kelganimdan keyin dal shu uxlayveraman yana. Nima gap? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Manmi? Siz. Sizni ko'rib tursam bo'ldi, doim yaxshi bo'laman. Xudo. Da. Sinam, Ha, Sinam yaxshimisiz o'zingizam? uyingizda Ha, shekilli. singiljon. Jon aka, uyingizda shekilli, ha? Ja qaytarib singil. Anavi xuddi xotiningiz kelib qolib Bu siz menga oka nimadirlar deb yozdingiz-ku endi Telegramda. O'shandan keyin короче, o'sha joyda xullas. Endi nima qilay hozir men? Sodda bo'laman deb birga. Nima qilay hozir men siz to'g'ri ismingizni bilmasam? Aytmagan siz to'g'ri ismingiz kimligini, pasportda nimaligini. Отчет aytaymi? Xo'p, mayli. Kelishdik. Hech kim yo'q joyda aytasiz bo'lmasa bo'ldimi? Albatta. Хорошо. Yo'q, men просто hayron qoladigan narsam nimaga har doim xo'jayin, jonim, ponim deydigan o'sha kuni oka deb gapirding, men вообще tushunganim yo'q borku. Gapirdingiz, xullas o'sha kuni shunaqa deb. Katta. Bizda bu yerda ko'pchilik bor a. Yo'q. Men uyqusirabman borku, bu adashib kirib qoldim men. Jon aka. Turing, cho'ta zapal qilib qo'yasiz. Uyqusirabsiz haliyam. Sonlaring yaxshimi? Bu Bigo adashmasam. Da, bu Bigo efirdamiz. O jonim deb lichkada ayting, qo'ysangiz-chi, hamma oldida oshing halol bo'lsa ko'chada ye devormang. Bor. Uzr. Aka tush ko'ryapti dedim. Yo'q, aka tushida ham yanglishib gapirmaydi lekin. Alo. Endi hozir bilet Xizr yozdilarmi buni? Mana Xizr yaxshi bola lekin. Bu aka tushida ham nima qilib gapirmaydilar adashib. Onasini eshitsang. Tushida ham gapiradigan gapini bundan keyingisini ham analiz qilib, sintez analizlab keyin. Da? Bildimi? Sizga gapiradigan gaplarni analiz qilish shart emas, o'zi qalbdan primoy chiqadi-ku sizga любойga. Assalomu Baraka alaykum. topkur. Kelayotgan ayyomlar bilan rahmat. Bizaga aytyapti Xizr aka. Rahmat sizga. Sizga ham Xizr aka ayomlaringiz bilan. Da. Soat onasini ham Xizr bilan biza короче tanishib qoldik. Qanaqadir yangi bitta qiz kirgan ekan. Yaxshi xarakter shunaqa. Anunda 1-2 salom alaykum qilib boshqa o'sha qiz efirda gaplashib qoldik. Bo'ldi, anaqa narsalarni, u itak chiroyli qizsiz-ku, nima qilasiz? Mana shu biroz ko'p bir bolalarni yopishtiradi. Ishonmaysizmi, olmaz basaringizligini yudiraman havasini. Ha? ishonmayman.
Chunki yuvdirolmaysiz hozir buni. Nima yuvdirolmayman? Yo'q, ko'chaga ketyapman men. Muammo emas lekin hozir men bilan sportlashib ber lekin yaxshi emas men bilan sportlash. Aloqasi yo'q. Mana bu yerda men hozir necha minutdan beri bo'yayotganimni bilasizmi? Menga farqi yo'q lekin. Menga ham farqi yo'q. O'chirtiraman lekin hozir rostdan. Yo'q deyapman. Bo'ldi, kerak emas buni. Tavba. He. Hech nima surtayotganim yo'q. Nima bu? Sonsiz ishda anaqa. Ko'chada yuramanmi u? Qorayib ketmay? Shlapa bor-ku shani kiyavering, unaqa narsalarni yuvara qilmasdan. So'zsiz ishlari zo'ra. Нет. Нет. Zontik bor yoki. Mm-mm. Bu nima?